Bu qo'shiq oxirgi sinov uchun. 시험 노래다. Bu qo'shiq asli kabi zo'r bo'lishi shart emas, lekin ovozingizni buzmaslikka harakat qiling. Talaffuzi ham aniq bo'lishi kerak. Shunday qilib siz qo'shiq ma'nosini ham chin dildan his qilishingiz kerak. Nimani ta'kidlayotganimni tushundingiz, to'g'rimi? Ha. Mayli, bugunga yetadi. 수업 끝. Qo'shiqni eshitish biram yoqimli. Sinovdan o'tsak, metamorfosni boshdan kechirsak kerak. To'g'ri, ustoz imtihon savollariga kelganda juda qattiqqo'l. Nima qilish kerak? Axir mening baholarim juda yomon. Nima ham qilardik? Baribir imtihondan o'tishimiz kerak. Agar u astro bo'lsa, 100 ga teng. Qanday qilib yaxshi baho olish mumkin? Bu darsdan faqat bitta o'quvchi 90 ball olgan, shundaymi? O'sha kim edi? Keyingisi. 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 U hatto bahor so'zini ham tugata olmadi. 다음. 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 봄처녀 재우시네 슬픈 옷을 입으셨네 하얀 구름 너울 쓰고 진주 이슬 신으셨네 Juda yaxshi, juda chiroyli bo'ldi. 공기반 소리. Bu yarim havo, yarim ovoz edi. 소녀. 첫 발음도. U musiqaga birinchi notadanoq erib ketdi. 호민아. Yomina, sen juda chiroyli va yaxshi kuylading. Bizning sinfda unga o'xshagan yana boshqa odam bormi? Undan menga dars berishni so'rashim kerakmi? Buni unut. Men musiqiy finaldan o'tishdan voz kechaman. Musiqadan taslim bo'lganingga hayron emasman. Xo'go'ki, sen juda ayyorsan. Va nihoyat rasm joylashtiribsanmi? Sen uchun like bosaman. 좋아요하고 눌러줘야지. Bu nimasi? Sen Instagramda yangi emasmisan? Bunchalik ko'p like qanday qilib to'plading? Men undan ko'p foydalanmadim. Voy, bu Likang menmi? Men uning ijtimoiy tarmoqlarda borligini bilmasdim. Bu nimasi? U o'zini ko'rsatayotganga o'xshaydi. Bu haqiqatan ham mening uslubim. Lekin uning yuzi unchalik ham yaxshi emas. Ikkalangiz birga yaxshi ko'rinasiz. Sening yuzing ham eng chiroyli emas. Nima deyapsan? Voy, bu kim? Aql bovar qilmaydi. U maktabda butunlay jim yurardi. Ammo u haqiqatan ham hayotidan zavqlanardi. U juda zo'r. Uning ko'plab rasmlari bor ekan, qoyil. Bugun yana navbatchimisan? Har kuni shunday. Bilaman. Menimcha bu sir. Buning sababi sen hammani himoya qilasan. Men esa bandman. Xayr.
U menga hech qachon yordam bermaydi. Xuguhi, senga yordam berishimni xohlaysanmi? 도와줄까? O, albatta, rahmat. Sening restoraningdagi tovuqlar juda ajoyib. Rostdanmi? Bu haqida boshqalarga ham ayt. 이거 Bu o'sha tovuqlar emasmi? Mening yigitim ularni men uchun sotib oldi. Ular juda mazali edi. Bu tovuq oyoqchalari aniq bizniki ekanligiga ishonchim komil. Bundan buyon doim biznikini ye. Xo'p. Bular juda o'ziga xos ekan. Qayerdan olding? Bular boshqa mamlakatdan olingan. Koreyada topish qiyin. Yigitim buni men uchun sotib oldi. 스님이 사준 거. O, juda chiroyli. 예쁘다. Boshqa rasmlarni ham ko'rsam maylimi? Albatta. Yigiting mashina haydaydimi? U o'rta maktab o'quvchisi emasmi? Xo'sh, u biroz kattaroq. Yoshi nechida? Kollej talabasimi? Yo'q, u undan biroz katta. Salom, bitta tovuq go'shti iltimos. Voy, biz anchadan beri ko'rishmadik. Hozir o'zim ajoyib qilib tayyorlab beraman. Men keldim. Voy, salom janob Eum. O, sen Xuguhi emasmisan? Bu yer sening oilangga tegishli?mi? Ha, siz Xuguhining ustozimisiz? Oldinroq buni aytishingiz kerak edi, juda xijolatdaman. Bir daqiqa kutib turing. Yo'q, kerak emas. Xijolat bo'lmang. Mana, rahmat. Keyingi safar bunday ish qilmang. Xijolat bo'laman. Chunki men qonunni buzgan bo'lishim mumkin. Tushunarli. Lekin keyingi safar men sizga ajoyib qilib tovuq pishirib beraman. Rahmat. Guhi, maktabda ko'rishamiz. Ha, albatta, xayr, ustoz. Sening o'qituvching juda ko'rkam ekan. 너무 잘생기셔. U xuddi mening tipimdagidek. Sizning tipingiz dadam emasmi? Nima? Ha, sen haqsan. 그러네. 그래, 좀 그렇게 가려. O, janob Yum. Mina, shu yerdamisan? Ishdan hozir qaytdingizmi? Ha, bu tovuqmi? Bu nimasi? Soat 7:50 da uying oldidagi avtobusga min. Xayrli tun. Xo'p, vaqtida tursam. Xayrli tun. 너도 잘 자. Janob, meni kuting iltimos. Janob, ketib qolmang. Oh, rahmat, katta rahmat. Ichkari juda tiqilinch. Odam olavermang, iltimos.